ikkinchi bob. Qo'shqorning bayoni. Saroyning o'ng yoqidagi ishxonasida Sutuqbug'raxon ikki qo'lini kayniga qilib cho'gilab mang'inicha xiyol qilmoqda edi. Kun chiqish yoqdagi cho'ng panjaralardan kirgan atiganki quyosh sho'lisi uyni nurg'a to'ldirgan. Xon demi siqilgandek bo'ldi ehtimoli. Berib o'ttir panjarani ochdi. Urg'ib kirgan yozning atiganlik yiqimliq salqini uyning havosini o'zgartirdi. Xon ko'ngli orom olgandek yenik his qilib cho'nqur nafas oldi. U berib panjaraning yalpinib turgan havorang nefis pardasini tortib qo'ydi va yana uyni aylandi. Ishning berishi yaxshi, ammo ko'nglidagidek emas. Onisi, sen budunga qutatqaysan degan edi. Hozirgacha qutatqini qanchalik, kelgusida qanchalik bo'lar? Qo'ldorliq cheklandi. Lekin tarixchilar qo'shtin chiqib so'ramga tushdiq deyotdi. Burunqi qo'ldorlarning bir qismi cho'ng yer egilarga aylanib, yanada tarixchilarning qinini sho'rayotdi. Cho'ng setiqliq, qo'l hunari korxonalari paydo bo'ldi. Bu yaxshi ish. Setiqchilar va qo'l hunar ishxona egalari yer terish imkoniyatidan mahrum bo'lib, shaharga kirib qolgan bir qism nomrod tarixchilarni ham shahardagi oddiy fuqarolarni tilga olg'uchilik yo'q, arzimas ish haqqi bilan o'ziga mahkam bog'lab olib, yoki qursiqqa to'ymaydigan, yoki yiroqqa ketolmaydigan qilib qo'yibotdi. Shaharlarda cho'ng setiqchilar kichik yoymichilarni, cho'ng hunar ishxona egalari ushoq qo'l hunarvanlarini chatga qiqib, xona vayron qilyotdi. Buning bilan setiqchilar va ishxona egalari orasidami yer egalari boylar orasidagidek boylik talashish, mansab talashish, o'zaro qasdlash. Sovuqbegning xonliqni og'dirish qasdi yo'qitildi. Yana allaqandoq yoshirin qasdlar yo'qmikin? Islom diniga qarshilik yo'qitildi. Musulmon bo'lganlarning soni 100 minglagan kishiga yetdi. Lekin elning bir muncha joylarda Yettisu, ili, qo'chu yayloqlari texi musulmon bo'lgani yo'q. Yana to'solg'ular, ta'tir shamollar kelib chiqmasmikin? O'qish, bilgi ishlarining ilgirlishi bak osta. Budda dinining amaldan qilishi, islom dinining uning o'rniga dasishi bilan bilgi oqartish ishlarida belgilik ta'sir paydo qilmay qolmadi. Kishilar, o'g'ratmanlar bak oz. Bir ishki madras bak ozlik qiladi. Cherik ishlari-chi? El qaruqchi ishlari-chi? Texi bak yetarsiz. Cheriklar soni oz. Chivar chirik boshlari oz. Ahli ishchi omonligi, yana el chegrosining omonligi. Somoniylar. Xon xiyol surgan peti kelib, o'rindiqda o'ltirdi. Panjirdan kirgan yumshoq salqin shamol uning qora soqollarini tarab, qip-qizil dugulak yuzini silab o'tdi. Uning qiyofatida horg'inlik seziladi. U endi 30 yoshdan oshgan kishiga o'xshamaydi. Qo'shimisi tiriklik, g'amkin, xiyolchan siyoqidan u ig'ir yuk gavdasini bosgan, yoshinib qolgan kishiga o'xshaydi.
U o'ltirgan peti sol qo'lining olqiniga sol chekisini qo'yib, o'ng qo'lining barmoqlari bilan oldidagi shirani salmoqlik bilan chekib xiyol qiladi. Samaniylar deb takror o'ylaydi u. Samaniylar degan bu so'z uning miyasida aylanaverdi. Bu so'z xonning ko'z oldida guldirmomi bilan, gohida dahshatlik bo'ron bilan egiz tog'lardan halqib kelayotgan hayvatli qora bulutga o'xshash ko'rinadi. Sutuq Bug'raxon berib ishkabdagi 4 qatliqlik xaritini oldi va uni shira ustiga yeyib ochdi. Yer shakli oliy yeshil sizilib, mamlakat, shahar, rayonlar va daryolarning nomlari Uyg'urcha harf bilan ko'rsatilgan belgilarga egilib ko'z yugurtdi va mamlakatning chegarasini bir qarab chiqdi. Shimolda Oltoy tog'laridan boshlanib, Bolqosh ko'lidan o'tib, Chu va Talos daryolarini bo'ylab kelib, Tangritog' bilan, keyin Pamir bilan tutashgan kangrak yeshil chegara siziqiga alohida ko'z yugurtdi. Chegara sizig'i g'arb, janub va sharqi janubga so'zildi. Keyin Pamir, Ko'illun qirlaridan o'tib, Qo'chu, Shisha xonliqining chiqishidagi chegarasini bo'ylab Dunxonga tutashdi. Undan keyin Solin tog'larining g'arbiy etkini bo'ylab Gobi cho'llarini kesib o'tib, aylanib yana Oltoy tog'lari bilan tutashdi. Xonning ko'zi aylanib Tangritog'ning shimolida, Yetsuning g'arbida Samoniylar davlati deb ham Uyg'ur, ham arab yezig'ida cho'ng yezilgan joyga kelib to'xtadi. Bu keng go'zal makonni Samoniylar bezib yotganiga xeyli vaqtlar bo'lib qolgan edi. Mavera un-Nahir deb atalgan Sirdaryo va Omu daryo orliqi, keng Farg'ona, Shosh tuzangliki va Namangan, Samarqand, Buxoro, G'azna, Afg'oniston shaharlaridagi yerlik xalqlar ig'ir zulm ostida yashaydi. Samoniylar O'rta Osiyoga 10-asrning 1-yarmida besib kelgan. 10-asrning 2-yarmiga kelganda ularning zulm zo'rligi intoyin kuchayib ketgan edi. Samoniylarning kengaymichi xoni Nuh 11 ibn Mansur davriga kelganda texmi haddidan oshgan kengaymichilik harakatini yurgizdi. Uning asiyodi Qaraxoniylar xondonligi doirasini bo'g'ziga possun potmusun yotib olish edi. Ular Yetsuga bir necha qitim hujum qilib mag'lub bo'ldi. Xoqoniyaga bir ishkirat tegib baqdi. Lekin hammasida dakkisini yedi. Ammo Samoniylar yomon g'arazidan yonmagan edi. Sutuq Bug'raxonni o'ylatib turgan narsa ana shu edi. Boshqa qo'shnilar bilan bu chaqqicha munosabat yaxshi. Bo'libmi Chin Xoqoni bilan do'stona aloqa o'rnatilgan. Ilm setim bordi keldi xeyli qo'yuq. Lekin Samoniylar xonligi bo'lsa cho'ng xavf edi. Xon xaritidan beshini ko'tirib o'ydi yana aylandi. Mengisida bo'lsa chigishishib ketgan bu masalani yeshalmay qiynaladi. Xatar deb o'ylaydi u. Elni qo'g'dash kerak. Jon tikib qo'g'dash kerak. U xiyolidan xulosa chiqarib, yengilliganligini his qildi va peshonasidagi qo'riqlar tuzlandi. Lallari yanili shundoq mardonlik bilan elni qo'g'dash kerak deb pichirladi. Mana kimlar keldi bir qarang-a? degan
xonga eng yaqin tonish ovoz uning xiyolini buzdi. Burilib qarag'an edi, xonish oydin yon eshikdan 2 kishini boshlab kirib etibdi. Voy, qo'shqar emasmi bu? Dedi xon va kulib quchoqlarini kerib berib qo'shqarni quchoqladi. Aman kelsan, mana qara, hayvatlik yigit bo'lib ketibsan. Xudi to'lgan qo'shqarning o'zi. Bu kishi kim bo'ladi? So'radi qo'shqarning kaynida kulimsirab turgan 50 yoshlar chomisidagi qomatli qora soqol kishiga qo'l berib. Bu kishi mening yaxshi yo'ldoshim. Billa berib, billa keldik. Unutib qolgan bo'lsa kerak. Oydin so'z qo'shdi. U yaqin menish oldida o'zlari bilan ko'rishgan emasmi? Ali bey, yodimga keldi. Aman berib kelibsizlar. Rahmat. Ulug' Bug'ra xonga Alloh uzun umr bergay. Rahmat. Angocha Botir tog'a, Arslan va To'g'rillar kirib keldi. Kelinglar, yaxshi keldinglar. Man qaranglar, kimlar keldi? Dedi xon qo'llari bilan mehmonlarni ko'rsatib. Kirganlar Qo'shqor va Alibek bilan samimiy ko'rishdi. Xon hammaylarni o'ltirishga taklif qildi. Qara Qo'shqor, ko'zni yumib ochqicha xeyli vaqtlar o'tib ketdi. Dedi xon. Necha yil bo'ldi? 3 yil bo'ldi. To'p-to'g'ri 3 yil. Men seni kelmay qo'yarmikin debdiman. Undaqmi bo'lamdigan? Uzoqroq yurib ketdik shu. Sodi karvoni bo'lib bordik. Do'stim Alibek. U do'stini ko'rsatdi. Setiqchi bo'ldi. Men yordamda bo'ldim. Safardan safar chiqib, vaqt uzrab ketdi. Pulnimi toza topdik. Bormagan shaharlar qolmadi. O'sh, Namangan, Shosh, Samarqand, Buxoro. Yana qaysi edi? So'radi Qo'shqor Alibekdan. G'azna, Hirot. Qaytishda bu taraf bilan. U qo'li bilan shimolni ko'rsatdi. Yatsu bilan qaytdik. O yayloqlarda Bolasag'un, Aras, Bolasag'un, Peshbak, To'qmoq. Har bir shaharda bir necha oy, ba'zilarida birar yil turdik. Jiq turg'inimiz Samarqand bo'ldi. O to'g'ri bo'pti. Samarqand hozir ularning ostonasi. Dedi Arslan va qiziqib so'radi. Puldan boshqa topgan narsanglar xeyli jiq o'xshaydi, ha? Shundoq bo'lmaychi. Biz bosoq, tog'am Namanganning bir katta bechi bo'lib qopti-kan. U bir cho'ng chorvador emasmidi? Pul so'zli tutdi-da. Bizning oldimiz yarashdimi nima? U uzoq o'tmay Samarqand hukumatining bir pul tutadigan kattasi bo'lib qopti. Xazinachiga o'xshamdi nima adash? Qo'shqor Alibekdan so'radi. Yo'q, uncha emas. Tog'angni eba ko'tirvatding. Soliq, olim ishlarini boshqargan o'xshaydi. Ishqilib, o'rni kichik emas. Uning qo'li bilan bir xatni putirib olamiz. Shuning bilan naga bo'lsak, hammasi tayyor. Qani, Qo'shqarbek, dedi Oydin kulib. Ko'rgan bilganlaringni to'liqroq so'zlab bergin. Qo'shqor belbog'ining uchini chiqarib, yuzidagi tarni surtdi. Choy akirgan qizga kulib qarab qo'ydi va choydan bir yutum ichib olib so'zlab ketdi. Buningdan 3 yil burun Qo'shqorning xohishi bo'yicha uningga davlat qaroqchi ishlari idorasining xizmatchisi Alibekni qo'shib, ularni setiqchi karvoni qilib ko'npetish yoqqa avatgan edi. Ularga topshirilgan vazifa xalqning ahvolini
va Samoniylar hukmronlari bilan xalqning munosabatini bilish. Samoniylarning Qaraxoniylar davlatiga tajovuz qilish ehtimolini va bu tarafga qaratgan cherik o'rinlashtirishni bilishdan iborat edi. Shunga ularga uzoq vaqt kerak edi. Bu vaqtlarda Samoniylar xonadonligiga Nuh 11 ibn Mansur degan odam xon edi. U Samarqandda turardi. Buxoroni Abu Ali Simjuq, G'azna, Hirotni turk naslidan bo'lgan Olib Tekinning o'g'li, texi noiti yosh bo'lgan Sibuq Tekin boshqaratdi. Qo'shqar tog'isi orqali shuni bildiki, Abu Ali Simjuq bilan Mansur orasida, Sibuq Tekin bilan Mansur orasida ziddiyat bor ekan. Qo'shqar bilan Ali mushu masalaning mohiyatini bilishga qiziqdi. Qo'shqarning tog'isining Abu Ali Simjuq bilan munosabati yaxshi ekan. Abu Ali Qo'shqarning tog'isining Qaraxoniylar xonadonligiga yaqin joyda turgan odam bo'lgani uchun yaqinda uningdan Sutuq Bug'ra xon bilan aloqa qilish imkoniyatini surishti qilgan ekan. Qo'shqarning tog'isi ularga Sizlar Buxoroga beringlar. Xat yozish xatarlik. Bir ilojini qilib, Buxoro amiri Abu Ali bilan ko'rishinglar. Mening salomimni aytinglar. Tonishqandan keyin Qashqar yoqdan kelganliginglarni esinglar bo'ladi. Qo'shqar bilan Ali yakka otliq kichik karvon bo'lib, 2 otqa o'zlari minib, 5 otqa mol ortib, Samarqanddan Buxoroga qarab yo'lga chiqdi. Bir necha kun sahro qishloqlarda cho'l jaziralarni besib o'tib, Buxoroga yetib bordi. Ular Samarqanddan ilib kelgan mollarining ko'p qismini to'p sotdi. Bir qism tovar durdun, atlas shoyi, mato chakmallarini va oltin kumush, qosh tishi, marjonlarni silib bir kichik do'kon ochdi. Uzoq o'tmay Buxoro boylarining orasida ularning nomi chiqdi. Bo'libmi Chin tovarlari kishilarni o'ziga tortdi. Do'konida xaridorlar ko'payib qoldi. Xaridorlar ichida odatdagidek puxrochi kiyingan bir odam jiqroq keladigan bo'lib qoldi. Uning so'z harakatlaridan odatdagi odam emasdiki. Ko'zi ostida qandoqdir bir sir yoshiringanligi sezilib turadi. U Qo'shqarlardan biror narsani bilishga qiziqqandek qiladi. Lekin uning bu urinishlari Qo'shqarning ko'zidan yoshirina olmadi. "Ali, diqqat qildingmi?" dedi Qo'shqar, heliqi xaridor bir qatim kelib ketgandan keyin. "Buningda bir gap bor. Qo'yniga qo'l silib yiqish kerakmi, qandoq?" Shundoq qiladi. Kelganimizga 20 yilcha bo'ldi. Buningdan boshqa biror shap ko'rinmadi. Bir kuni tushdan keyin boyiqi xaridor kelib, do'konning eshik oldiga kelishiga Qo'shqar bir o'rindiqni qo'yib o'ltirishga taklif qildi va chiniga ko'k choy qo'yib, uning oldiga qo'ydi. Rahmat, dedi xaridor choydan bir yutum o'tlab. Ko'k choy? Lekin bizning choylarimizga o'xshamaydi ekan-ku. Ha? Shundoq janob. Bu choy yiroq Chindan kelgan. O'zingizlar qayerdan kelgan? Qashqardan. Qashqardan? Qaraxoniylar davlatidan dang. Bu ipak mollar qayerdan? Mana bu mollar. Qo'shqar taxta takchiga tizilgan to'p-to'p tovarlarni ko'rsatdi. Ishkiri Chinning mollari. Mana bular Qashqarning. Samarqand atlas shoirlardimi bor? U bo'shg'on chiniga choy quyib davom qildi. Samarqandda bizning mollarimiz xaridorlarning qarshi ilishiga uchirdi.
Orada erbaplarımı köp mal ilişti. Sağlık, olim başlığı Erkeş Bey, Erkeş bey, dedi xeridor onun sözünü bölüp. siz u kishini qandoq tanıysiz? O kişi mening tag'am bo'ladi. Demak, siz namanganlik ekansiz-da. Amsi mau kishchi. Bu kişi Qashqarliq, eti Ali Bey. İkisi itiqchi. Biri namanganlik, biri Qashqarlik. dedi xeridor o'ziga o'zi so'zlagandek. Yana Chin mollari. Erkesh Begning tuqqani. Itingiz. Qo'shqor. Qo'shqor. Manga ana shu ko'k joydan 2 quti bering. Qo'shqor darhol 2 quti ko'k choyni taxta tagchisidan ilib onunga berdi. Xeridor yonchuqidan bir siqim arabcha xatlik tomga urilgan mispulni chiqarib Qo'shqorga berdi. Xo'p, biz balki yana ko'rishamiz, dedi u xushchiroy bilan va yurib ketdi. Sutuqbug'roqxon, Oydin va boshqalar Qo'shqorning xuddi cho'chak so'zlagandek harakat bilan so'zlayotgan so'zini diqqat bilan anglayotdi. Shundoq qilib, xeridorning yuragi to'g'ri so'qidi ekanda, dedi Botir tog'a. Qo'yniga qo'l silibdi bildim. Xo'sh, undan keyin so'radi xon. Teqi gap kaynida, dedi Qo'shqor choydan bir o'tlab va ondan so'zini davom qildirdi. Bir kuni kashqurunliqi Buxoroning ko'chalarida odam silkib qolgan. Qo'shqor bilan Ali do'konning eshigini aytayotdi. Orqasidan bir qo'l Qo'shqorning to'lisiga tegdi. U kayniga qarasa, tonish xeridor turibdi. siz mening orqamdan yuring, dedi u jiddiyroq qiyofatda. Qayaga? deb so'radi Qo'shqor. Xeridorning sirliq abdidan oz to'la ansirgandek bo'lib. Nega? Orqamdan mengayvering. Hech gap yo'q. Nega bordiganligingizni keyin bilasiz. Qo'rqmang. Qo'shqor Aliga qarab ko'z qisib qo'yib, xeridorning orqasidan mangdi. Ular uzun guzardan o'tib, yana bir to'tko'chi do'qmishida o'ngga buraldi. Ozroq mangandan keyin egiz pashtoqliq qopqisi bor cho'ng masjiddan o'tib, keyin so'lga buraldi. Ko'cha kengaydi. Qator xom qishtomliq uylardan keyin egizrak, pishiq qishtomliq imoratlar ko'rinishga boshladi. Ondan ular bir kichik saynoga chiqdi. U yerda saynoning o'ng yoqida yo'g'on qapqiliq, salobatlik cho'ng imoratning oldiga keldi. Qo'shqor bu surlik binoni bilatdi. Bu Abu Ali Amirning ordusi edi. Orduga yaqinlashgancha meni orduga ilib kirarmi? deb o'yladi Qo'shqor va yuragi 3-4 ni o'shiq so'qib Lekin xeridor qalqon nayzilik navkarlar qetib turgan darvozadan o'tib, orduning yeniga buraldi. Qopqidan o'tib ketdik. Lekin yana ordu atrofi. O'yladi Qo'shqor. Bir yomon voqea bo'larmi ya? Qo'shqorning yuragi bu qitim 5-6 ni o'shiq so'qib Yo o'lim, yo ko'rim, dedi Qo'shqor. Har holda ko'rimdan umid cho'ng. Qo'rqmas kerak deb o'zini besishga tirishdi. Lekin ko'nglida ansirash besilmaydi. Qorong'i tushib, ko'z qorong'ulashib qoldi. Xeridor yana o'ngga burilib, orduning kayniga o'tdi. U tor ko'chada ozroq mangandan keyin
bir cho'ng qora qopqa oldida to'xtadi va qopqining halqasini bo'shroq urdi. Ustixonliq, qora tanlik, bomba soqol bir odam qopqini echib, xaridorga hurmat bildirib yo'l berdi. Xaridor kayniga qarab, qo'shqorni orqasidan mengishga sharat qilib qo'yib, qopqidan kirdi. Qo'shqormi agashdi. Ular mevilik daraxtlar orasidagi tor yo'ldan o'tib, bir cho'ng peshayvonga ko'tarildi. Xaridor qo'shqorga "Siz turib turing" deb qo'yib, qo'sh qanotliq egiz eshikdan ichkariga kirib ketdi. Qo'shqor endi ancha qo'rqmadi. U atrofga qaradi. Boqqa qarab turgan keng peshayvonga qaraganda, bu yoq o'rdining orqasidagi bog' bo'ylig'iga o'xshaydi. Bog'ning o'ng yoqida bir ko'l. Ko'lning u tarafida bir ravoq g'uva ko'rinib turadi. Uyning ichida mong'on oyoq ovozi anglandi. Qo'shqorning yuragi do'pildab ketdi. "Nima bo'lsa, ko'rgilikni ko'rding qo'shqor", dedi u ichida. "Endi tavakkul, o'zingni ching tut." Eshik ochilib, xaridor qaytib chiqdi va qo'shqorni ichkariga kirishga taklif qildi. Xaridor qo'shqorni agashtirib, kang egiz oyvondan o'tib, so'l yoqdagi uyga kirgan edi. O'rnidan qo'pib, o'zi yoq kelayotgan qora kaki soqolliq, bo'yi egizrak, beshig'a sarpush kamchat tomoq kiygan bir odamni ko'rdi. U kishi kulimsirab qo'shqorni qarshi oldi. "Keling mehmon", dedi uy egisi xushchiroy va qo'shqorga qo'l berib ko'rishdi. "Yiroqdan kelgan mehmonga o'xshaysiz", Amir Abu Ali, dedi xaridor amirni ko'rsatib. "Janobi Amir sizni qabul qilishni xohladilar." "Rahmat. Amir janoblarining tallari salomat bo'lg'ay." "Rahmat sizga. Qani o'ltirayli." Amir cho'ng yostiq qo'yilgan qilin ko'rpaga o'ltirdi. Ko'rpa oldidagi past chosi shiraning bu yoqida Amirga udul qo'shqor o'ltirdi. Shiraning o'ng yoqida xaridor o'ltirdi. Qo'shqorning ko'z oldidan bundan 3 oycha ilgari Juma masjidining hovlisida ko'rgan uzun oliy yeshil to'n kiygan sallilik hogovur Amir o'tib ketdi. Hozir oldida o'ltirgan kishi u chog'dagidek hayvatli ko'rinmaydi. Uning ko'ngli joyiga tushdi. "Tog'am Erkashbay Amir janoblariga salom aytdi", dedi u. "Rahmat. Siz Erkashbayning jiyani bo'ladi ekansiz-da. U kishi Buxoroga kelib, xeyli zamon turgan. Ikkimiz ko'ni do'stlardim biz. Qandoq, tallari saqmikin?" "Xudoga shukr, yaxshi turibdi." "Tog'ingiz Namanganlik emasmidi?" "Shundoq. Siz Qashqarga qandoq berib qolgansiz?" "Savolning cho'ngi endi kelibdi", dedi Arslan. "Nima deb javob berdingiz?" "Gapning to'g'risini aytdim. Aylantirib gap qilaman deb palapatishga uchragandan ko'ra, haq gapni qilib o'lsam mayli dedim." "Xo'p, uningdan keyin?" so'radi Sutuq Bug'roqxon. Qo'shqor Abu Ali Simjuq Amirga qandoqcha Qashqarga berib qolganligini, Sutuq Bug'roqxonning yonida turganligini, xon taxtga o'ltirgandan keyingi davlat boshqarish, islom diniga o'tish va uni kengaytirish faoliyatlarini so'zlab berganligini, Amirning qiziqib anglaganligini,
birmuncha savollarni berganligini, Qo'chqor tortinmay javob berganligini so'zlab berdi. Sizlarni bulongchilik qilishga u yoqqa kim avatgan deb so'rgan edi Amir. Qashqarga yaqin chegradagi bir chirikboshi, eti esimda yo'q deb javob berdim, dedi Qo'chqor va hikoyasini davom qildi. Sutuq Bug'roxon mard kishi ishkan. Siz bulongchi bo'lsingizmi, ham sizni o'ldirmabdi. Yana ishinib o'z yo'nida tutibdi, dedi Amir. Shundoq, yana kelib, yaqin do'stlar qatorida ko'rdi, dedim men. Siz Bug'roxonning taxtni zo'rlik bilan tortib olganligini aytdingiz. Ana shu jarayonni so'zlab bersangiz qandoq? Qo'chqor so'zlab berdi. So'zlagandimi, toza, hayajonliq, qiziqarli qilib so'zlab berdi. Chunki u Sutuqning davlat huquqini qo'lga olish uchun tayyorlik harakatidan tortib, taxtni egalligicha bo'lgan jarayoniga o'zi qatnashgan edi. Bu uning umrida unutilg'usiz eng cho'ng alomat voqea bo'lib, u buni bir muncha do'stlarga so'zlab bergan, ham bu haqda so'zlab berishni yaxshi ko'radi. Qo'chqor Sutuqning o'rdiga kechisi qandoq besib kirganligini, keyin tog'isi o'g'ilchoq bilan ilishib, uni o'ltirganligini so'zlaganda, Abu Ali bak qiziqish bilan angladi. Turilgan qo'shimlari ko'tarilib, yeyildi. O'ltirmasi bo'lmaydigan yerga kelib qolgan edi. Aslida Sutuq Bug'roxon o'g'ilchoqni o'ltirmay, biror joyda saqlab qo'ymoqchi edi. Lekin amal qancha? Tog'isi o'z o'limini o'zi topdi. To'g'ri, jonga kelgan qilishni qaytirmasa, bosh ketadi albatta. Qo'chqor Sutuq Bug'roxon bu joydagi turk ulusining holiga bak ko'ngil biladi deganda, Abu Ali yostiqqa yo'linib, yonposhlab yotgan holatini buzdi. Tez o'ltirib, piyoladan bir yutum choy ichdi. U piyolaning chetiga chekib o'ltirib, xiyolga cho'mdi va o'rnidan turib, uyni 3-4 qitim aylanib kelib, o'rnida o'ltirdi. Hamda u heliqi hikoya anglab o'ltirgan Amirga o'xshamaydi. Siz qaytib, Sutuq Bug'roxonga shuni aytingki, bizning niyatlarimiz bir yerdan chiqdi. Biz Sutuq Bug'roxonga yordamlashib, o'z tuqqanlarimizni qutqizishga tayyormiz. Yana Olib Tekinning o'g'li Sobiq Tekin G'azni shahrida Amirning qo'lida qo'shini bor. U biz bilan birga bo'ladi. Amir ozroq o'ylab qoldi va so'zini davom qildi. Mansurxon Qaraxoniylarga ko'z tikmoqda. Uningdan Bug'roxon ho'shyor bo'lsin. Tushundim, Amir janoblari. Siz yaqin orada qaytamsiz. Amir janoblari bilanmi ko'rishdim? Endi oz-poz mol qoldi. Setib so'qilib vassam, uzoqqa qolmay qaytaman. Samarqandga yana borarsiz? Boraman. U yerda osto'li olg'u berga qiladigan ishim bor. Tog'ingizga salom ayting. Iloji qilib, Buxoroga bir kelib qaytsin. Salomlarni cho'qim yetkazaman. Bu kishi bilan tanishdingiz. Do'st bo'lib qilinglar, dedi Amir xaridorni ishorat qilib. Balki kelgusida yana ko'rishib qolarsizlar. Ismi G'ulomxon, o'rda bosh betikchisi. Qo'chqor G'ulomxon bilan bir-biriga qarishib, samimiy kulishib qo'ydi. Sutuq Bug'roxon qabul ko'rsa, ikkimizning vakillari kelar yili biror joyda uchrashsa. Abu Ali o'ylab turib qoldi va davom qildi. O'rni sizning yurtingiz Namanganda bo'lamdi yoki Bug'roxon loyiq topgan boshqa joyda bo'lsa-mu mayli. Siz kelar yili bahorda Shaptol chechak otgan mazgilda
Namanganga bir kelsangiz, yoki Bug'raxon vakillarini boshlab kelarsiz, yoki bizning vakillarimizni boshlab ketarsiz. Bu haqda Bug'raxon o'zi qaror qilsin. Qo'shqor Bug'raxonga aytilgan bayonotini oyoqlashtirib, choy ichdi va peshona tarini ertdi. Oy, Әмір бешіңізді алмағайды деп әнсіріп, jinim az qoldi. Hech vaqtda men shu kunkidek ansirmagan edim, dedi Alibek. Qorong'i tushib ketdi. Og'inam yo'q. Apla, og'inamdan ayrilib qolmag'aydim deb, do'kon oldida bir ko'zimni to'rt qilib o'ltirsam, bir chog'da paloqlab chiqib kelmasmi? Yana texi xushtiqini demamdigan. Kelibdi meni quchoqlab ketgini, ha? Keyin Qo'shqor Sutuq Bug'raxonning va boshqalarning savollariga javob berib, u yoqdagi xalqning turmush qiyinchiligini, boylarning qo'rsoqlari texmi yo'g'inib ketib borganligini so'zlab berdi. Samarqand katta shahar ekan, deb qo'shib qo'ydi Qo'shqor. Egiz pashtoqliq masjid, madraslar va hayvatlik o'rdular to'lib ketibdi. Qaytishda shosh bilan qaytdik. Shoshmo go'zal shahar ekan. Lekin Samarqandga yetmaydi ekan. Sizlar ko'p arziyat tortdinglar, dedi xon. Rahmat. Bir mezgil damilinglar. Yana davoni ishga tayyorlanish kerak. Qo'shqor yaxshi yigit, dedi tog'a Qo'shqorlar chiqib ketgandan keyin. Qo'lidan ish keladi. Xizmat tayinlanganmidi? So'radi xon Arslandan. Yo'q, o'rda xodimi bo'lib ishlab turgan edi. Alibek davlat qarovchi ishlarining xizmatchisi. Alibekka mas'ul xizmat berish kerak. Qo'shqorni Tashqi ishlarda ishlisi qandaq? Xon o'ylab turganda Oydin xonish so'z qo'shdi. Bo'ladigan gap. Toza loyiq, dedi Botir tog'a. Hammaylan tangli xiyolga tushib qoldi. Abu Ali Simjuqning so'zlari ham xushalliq, ham qayg'uni yetkizgan edi. Hamkorlik yaxshi ish. Bu o'ylamgan yerdan chiqdi. Va yaxshi bo'ldi. Lekin xavfmi bor. U bo'lsa-mu Samoniylar hujumi. Ularning hujumi qachon, qanchalik kuch bilan darhol kelsa taqobil turish mumkinmi? Elning ichida birlik mustahkammi? Chirik kuchi yetisharmi? Birlik bo'sh, kuch texi ojiz, dedi Botir tog'a boshqalarning xiyolini bozib. Abu Alining "Hoshyor bo'lsin" degan so'zining ma'nosi cho'nqur. To'g'ri, hoshyor bo'lish kerak, dedi Arslan. Samoniylar darhol cho'ng kuch bilan hujum qila olmaydi. Avval biror tumanlik lashkariy kuch bilan chiqilib, bizni sinab beqishi mumkin. Qandoqli bo'lsin, bizmo chirik kuchlarimizni kuchaysak bo'ladi, dedi To'g'rul Subashi. Agar dushman ikki qo'l hujum qilsa, bizmo ikki qo'l tayyorlik qilishimiz kerak. Ilik hollar bilan birlikni kuchaytmoqimiz kerak. Soqollarni silab dedi tog'a. Iloji bor, chapsanroq qurultayni etishimiz kerak. Tashqi ellar bilan aloqani kuchaytmay bo'lmaydi, dedi Oydin. Bo'libmi Chin xaqoni bilan, qo'shib qo'ydi u. Xon o'rnidan turib, xiyolchan holda uyni bir aylandi. Keyin panjara oldiga berib, talog'iga qarab turdi. Boshqalar xonning nima o'ylayotganini bilgisi kelib,
onunğa qarab qo'yishatdi. Xon o'rilib kelib o'rniga o'ltirdi va farmon ohangida dedi: Ichki tashqi ahvol murakkab. Hushyor bo'lish, yaxshi tayyorlik qilish kerak. Birlikni ulg'aytish uchun kelar yil yozda ilik xalla va yuqori boshliqlar qurultiyini echish, qishda ayrim vakil avatib, ular bilan maslahatlashish, idqot qo'chu xalqiga, yana Machin xalqiga elchi avatishimiz kerak. Bu taraflarga Arslanbek basun. Qurultayga davlat yasoq putuk tayyorlash kerak. Xazinani ulg'aytish uchun boylarga seliqni ko'paytirish va pul milijiqlardan davlatga qarz ilish kerak. Cherik ilish, qo'shinni ulg'aytish choralarini yurgizsak bo'ladi. Qutlug' tuman boshi 3 tuman cherik bilan orqada tayyor turish lozim. Do'stlar bilan ittifoq bo'lish, yog'iga taqobil turish. Chegara alla o'zaro do'stlikni ulg'aytish so'rar. Yaqin orada chet elchilarni qabul qilib, o'z maydonimizni bayon qilib o'tsak bo'g'idak. Buxoro amiri Abu Ali bilan ching do'st bo'lish kerak. Ko'loga atiyozda Namanganga bir vakil avatib, iloji bor birar obdan kelishim hosil qilish kerak. Boshqalar xonning muloyizlariga qo'shildi va neri-beri taklif qo'shimchilardan keyin Bug'roxonning so'zlari davlatning qarori bo'lsin deb kelishdi. Ham yaqin orada o'rda kengashmasini ichib, yana bir qitim kengroq doirada maslahatlashmak bo'ldi. İki dolaqda pərişdi bax. Senin qılmaqçı bolğan işini ola senin yadınga saladı. Sen qılısan. Senin peshonangdagi totiqni sen o'ldirgan divoni bovay silib ketdi. U o'lmadi. Shahid bo'ldi. Allah'ın taqdiri to'g'risida muzokara qilishning o'zi Allohga qarshilik. Yunonlik Aristotel buningdan 1200 yil ilgari o'tgan odam. U shu vaqtlarda amaliyotga uyg'un yangi qarashlarni egitgan.